Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 26-may sanasi. Bu mana shu ikkita yonma-yon qurilgan akamning teplitsasi yonimizda. Bu akam ham shu garazon ekkan, faqat холодныйga ekkan. Bizgidan ozroqgina orqaroqda. Shu akamniki ham pishib boshladi. Bir marta terim qildi. Bu tagiga shu mulcha qilmay oddiy tuproq, faqat shu mana sovun aralashtirilgan. Yerda shu sal rix-rix qilish uchun. Suv berish jarayoni hozir. Hosillari bir marta terim bo'ldi. Yana qizarish jarayonida. O'zimniki 3-4 marta 4 marta terim qildim. Ikkinchi, uchinchi kislar ham qizarish jarayonida. Akamniki birinchi kisti faqat hali endi qizardi. Birinchi kis, mana ikkinchi kislari ham yaxshi. Mana bu uchinchi kist. Oziqlantirishi shu. Oziqlantirishni aytib boraman hammasini. Lekin mana bu virus ham bor. Mana bu virus bo'ladi. Mana bu ikkinchi kislari. Ochiq dalada ham pomidorlar yaxshi, lekin shu yomg'irlar ko'payib, endi yomg'ir ham deb bo'lmaydi, jala tinimsiz yomg'ir tushish jarayonida qizarishni ham sekinlashtiryapti, ham boyagi kulrang chirish deyiladi, seriyaginil. Shu keyin bir ikkita zamburug'lar tushgan barglarda. Bunga ham ishlov berish kerak. Intensiv yomg'ir bo'lib ketdi. Hech kamdan kam kuzatilgan holat. Shu hosillari. Tepasini sal qalinroq qilibdi, loydi. Hozir aytdim sal. Endi yomg'ir ham tushadi, yomg'ir yana yomg'ir bor ekan. Akam teplitsasida ham bir video qilay degandim. Va tepasi loyiqa qilgan. Akamiz sherda suv beryapti. Ikkita teplitsa yonma-yon qurilgan. 4-8 sotik ikkalasi. Ochiq dalada ham xudo xolasa bir video qilib qolaman. Hozircha bizda shular. Kuzatishda davom eting.